Bugun sizga bir haqiqatni ochiq aytmoqchiman. Farzand tarbiyasidagi aksariyat muammolar bu bolada emas, balki bizning noto'g'ri yondashuvimizdan boshlanadi. Bolaga yetarli e'tibor qaratilmasa, bu ruhiy zo'riqishlarga olib kelishi mumkin. Haddan ortiq nazorat bolani ishonchsiz ulg'aytiradi. Ortiqcha taqiqlar esa ijodkorlikni yo'qotadi. Bu ko'pchilik ota-onalar bilib bilmay qiladigan xatoliklardandir. 10 yillik kasbiy va onalik tajribam shuni ko'rsatdiki, bolaga shunchaki gaplar emas, balki to'g'ri muvozanat, to'g'ri munosabat hamda ijodiy rivojlanish muhiti kerak. Shu sababli biz bola qalbiga ijodiy parvoz loyihamizni shunchaki loyiha emas, balki ota-onalarimiz uchun amaliy qo'llanma sifatida taqdim qilmoqchimiz. Bu yerda siz farzandlaringizga qanday munosabat kerak ekanligini, qanday metodlar samara berishini, eng muhimi bola qalbiga qanday yo'l topishni o'rganasiz. Keling, farzandlarimiz kelajagiga bee'tibor bo'lmaylik. Zero bola qalbiga e'tibor qaratilsa, u albatta parvoz qiladi.